haqiqatdan ham sizni kurslaringiz haqiqiy mo'jiza. Izabeliya 8 ga kelganimdan keyin meni o'zimni qalb kasbi emas ekan chevarchilik, o'zim tushunib yetdimda, mana qandaydir gul sohasiga o'tib ketdim. O'zidan hamma narsa o'xshab ketaverdi. Men Izabeliya 8 dan yetib bormadi-da. Tushunasizmi? Savdada sumkamni ko'targani yelkam og'rib ketardi. Pulimni ko'targani-chi. Pullarim ko'targan sumkam uziliblar ketardi. Bu pullar ko'targan. Yelkalarim og'rib ketardi. Izabeliya 8 da texnikalari haqiqatdan ham zo'r ishlaydi. Borlaringni tikib bo'lsa ham o'qinglar. Bu kurs haqiqatdan ham haqiqiy natijaga olib chiqadigan kurs. Oddiy uyda o'tirgan, qachon ishlasa pul keladigan qiz mana hozir o'qimas, ishlamasam ham menga kimlardir beraveradi menga pul. Bu o'quvchimiz ham bizning Izabeliya treningimizga juda chiroyli, go'zal maqsadlar bilan kelib, o'zining harakati, intiluvchanligi, texnikalarni o'z vaqtida bajarib, vazifalarni o'z vaqtida bajargani uchun juda chiroyli katta natijaga chiqa oldi va hozir o'zi sizlar bilan g'oliblik sirini bo'lishadi. Gulhayo azizam, assalomu alaykum. Assalomu alaykum ustoz. O'zingizni tanishtiring azizam. Meni ismim Gulhayo. Namangan viloyati Pop tumanidanman. Izabeliya 8 da o'qiganman sizda. Qaysi maqsadda kelgan edingiz Gulhayo? Izabeliya treningga nima maqsad bilan kelgan edingiz? Pullarga ochilishga, o'zimni shaxsiy biznesimni boshlash uchun, pullar uchun o'qishga kirganman. Izabeliya 8 ga kelganimdan keyin meni o'zimni qalb kasbi emas ekan chevarchilik, o'zim tushunib yetdimda, meni qandaydir gul sohasiga o'tib ketdim. Ostangina gulchi qizga aylandim. Va hozir qanday natijalarga chiqdingiz? Pullarga ochildingizmi? Ochildim va 2 million pul bilan bozorga bordim. 5-martda tavakkal qilib do'konimni savdo qilish uchun 2 million pul bilan bozorga bordim. 2 millionlik tovarimni men o'zim narsalar yasab sotishim kerak. 8-martga 3 kun qolgan. O'zi 3 kun ichida 2 million pulimni 6 millionga aylantirdim. 3 kun ichida narsalarimni sotib tugatdim. Молодцы. Ajoyib. Keyin meni qilgan ishlarimni hokimiyat tarafga yetib bordim. Meni qilgan ishlarim biz tarafda ko'pchilik bunaqa ish qilmaganligi uchun hokimiyat tarafdan uyimizga nimalar kelishdi-da. Meni hunarmandlik uyushmasiga a'zo qilamiz deyishdi. Hunarmand qiz bo'lasiz deyishdi. O'zidan hamma narsa o'xshab ketaverdi. Men Izabeliya 8 dan yetib bormadi-da. Qarasam, menda bunaqa imkoniyatlar yo'q edi. Meni atrofimda o'rvini baland insonlar paydo bo'ldi. Hammasi normalli ishda ishlaydiganlar, hammasi menga yordam berishga harakat qilgan, hamma yordam bergan. Hunarmandlar uyushmasiga pul to'lash kerak bo'lgan, uni ham davlat to'lab berdi menga. Men uchun mo'jizaga eng zo'r narsa men uchun Life Beyond Tour texnikasi. Meni shunaqa yaxshi ko'rgan texnikam. Bu texnikani qilganimdan keyin o'sha tahlil darsda ham aytganman sizga, nimaga bordim, savdo qilgani boraman, Life Beyond Tourni qilaman, ertalab turib 1 marta qilmayman, qayta 3 marta 4 marta qilaman, qayta savdoga boraman. Ishonasizmi, savdoda sumkamni ko'targani yelkam og'rib ketardi. Pulimni ko'targani-chi. Pullarim ko'targan sumkam uziliblar ketardi. Bu pullar ko'targan. Yelkalarim og'rib ketardi. Chunki Life Beyond Tour bu cheksizlikda. Siz ongingizni ayni mana shu cheksizlikka dasturladingiz-da. Shuning uchun sumkalaringizda cheksiz, chegarasiz pullar bo'lishni boshladi. Izabeliya 8 da texnikalari haqiqatdan ham zo'r ishlaydi. Agar tashlab qo'ymasdan vaqtida, joyida ishlashni texnikalari bajarsa ishlaydi. Men boshida uxlab qolaverdim, natija ko'rmadim. Oxiri o'zimni majbur qilib uxlamayman, bajaraman, shuncha pul to'ladim men endi, shuni qilishim kerak dedim. Uxlamasdan bajardim, mana natijaga chiqdim. Men hozir aytaman, Izabeliya 8 da ilohiy ayolda ham o'qidim, Izabeliya 9 da ham o'qidim. Agar sizdan men natija ko'rmaganimda, shuncha pulni qayta sizdan sotib olib dars olmasdim.
natijam borki, To'g'ri. qayta kurslaringizni sotib olyapman. To'g'ri. Gulhayo azizam, mana hozir o'ylanib o'tirgan, o'qiymikan, o'qimaymikan deb o'tirgan tinglovchilarimizga nima degan bo'lar edingiz? Qanday maslahat bergan bo'lar edingiz? O'zingizni shaxsiy tajribangizga tayangan holda. Ustoz, men ularga aytaman, o'ylamasdan o'qishlari kerak. Men sizga o'qishga kirishimdan oldin meni pulim bo'lmagan, qo'limda bitta uzugim bo'lgan. Tavakkal qilib uzugimni sotganman-da, to'lov qilganman. Bu uzugim menga bu necha baravar bo'lib haligacha qaytyapti. Sizdagi pulimlar haligacha qaytyapti-da menga. Bitta uzugimni puli men uchun qancha daromad olib keldi. Buning uchun pul bilan sizni bergan vazifalaringizni vaqtida bajarsa bo'ldi. Izabeliya kursi haqiqatan ham insonlarni hammani haqiqiy Izabeliya hayotga moslashtirar ekan. Inson o'zgarar ekan. Agar o'qish uchun pullari bo'lmasa yo bir o'ylanib turganlarga men aytaman, borlaringni tikib bo'lsa ham o'qinglar. Bu kurs haqiqatan ham haqiqiy natijaga olib chiqadigan kurs. Oddiy uyda o'tirgan, qachon ishlasa pul keladigan qiz mana hozir o'qimas, ishlamasam ham menga kimlardir beraveradi menga pul. Haqiqatan ham sizni kurslaringiz haqiqiy mo'jiza.